Qo'shni, rahmat sizga. Ming rahmat sizga. Siz aytmasangiz biz qayerdan bilamiz buni tarbiyasi buzilganini? Men o'zim, shu uyim, joyim, bolam, chaqam deb daladan beri kelmayman. Mana keliningiz ham bo'lsa, yangangiz ham bo'lsa 3 ta joyda ishlaydi. Bitta o'g'il kam bo'lmasin deb shuni nima xohlasa o'shani olib beribmiz. Mana endi ahvol. Rahmat. Bundan keyin qaytarilmaydi. Tarbiyasiga bugundan boshlab o'zim nazoratga olaman. Endi tushungan siz meni noto'g'ri tushunmangda qo'shni. Endi bitta mahallamizda bitta bolaga 7 mahalla ota-ona degan gap bor. O'shlar noto'g'ri tushunmayman. Ko'nglim achigandan mehnatingizni ko'ryapman, keyin ko'raman mehnat qilganlarni qiynalib yuribsizlarda. Bu bola bo'lsa qilib yashaydi. Yaxshi emas-da bu. Yaxshi emas. Rahmat qo'shni. Bo'ldi. Bugundan boshlab men nazoratdaman shunda. Ya'ni tarbiyasi buzilmasin deyman. Endi bitta narsa, qo'shni men bitta shoshilib turibman-da. Duo qilsangiz boraylik. Mana, tinchlik bo'lsin. Meni yig'ishtirib ol bola. Yig'ishtirib ol. Siz ovora bo'lmasangiz ham bo'lardi, o'zim ketaverardim. Qo'shni emas. Xullas, mashinaga gap qo'shni. Siz baribir qarangda o'zingiz kontrol qilib, nazorat qilib turmasangiz, endi o'zingiz bilasizku, misol bunaqada bo'ldi. Bugundan boshlab men bu iflosni nazoratini o'zim olaman men. Rahmat qo'shni sizga. Qadamingni o'ylab bos bola. Xo'pmi? Tinch bo'ling. Ovora bo'lmayman, men o'zim. Bo'ldi. Rahmat qo'shni. Xo'p. Navut. Yaramas bola. Seni bitta o'g'il deb ko'ngling nima tutsasa shuni dada desang mana deb muhoya qilib olib bergan bo'lsam, onang bilan menga rahmatingiz shumi? Yaramas. Lahka, kel yaqinroq. Mashinani kalitini ber. Kalitga tegmang dada. Yaramas. Men senga ko'rsatib qo'yamanmi? Nima? Bu nima bu? Meniki emas dada u. Bu nima bu? Meniki emas. Seniki bo'lmay, enangnikimi bu? Yaramas bola. Meniki emas u. To'xtab tur, men senga ko'rsatib qo'yaman. Yaramas. Nosmi bu? Hali nos sigaret, Bu kimniki bu? Bilmayman, birinchi marta ko'rishim dada. Meniki emas ular. Seniki bo'lmay, momaynikimi bu? Yaramas. Meniki emas. Tarbiyasiz ahmoq. Bilmayman. Bu nima bu? Men bilmayman. Sen qachondan beri bunga o'rganib qolding? Bilmayman. Sen yaramas, hali narkoman bo'lib ketdingmi? Bilmayman, meniki emas u. Meniki emas dada, meniki emas. Qo'shnining gapiga ishonmay turdim. Mana haqiqat. Yaramas muttaham. Molga o'xshagan. Sen hali qachondan beri bu narkoman bo'lib bunaqa narsaga o'tirib qolding, Dada. Kostyum qolib ketdi. Kostyum? Hop, Mana shumi? Hop, xuddi o'zi. Yo. Qo'shni, ko'rmasin, nima qilganingizni ko'r. Mana shunaqa narsalarga o'rganmasin deyman-da o'zi. Voy, do'stlarim, men qo'shib ketyapsizlar. Bo'pti, qo'shni gaplashamiz. Sog' bo'lasiz. Ko'k juguli, eslatadi seni menga o'shal guli. Guli, esingdami? Ko'k juguli, guli, guli, jonim guli. Ko'k juguli, guli. Rais, tinchlikmi? Guli qilib qolsan? Qaysi guli? Toshmurat xotini guli emasmi? O'sha? Uni eri bor-ku, xumpar. Mikrofonni olganingni qara.
Yoshlikdagi muhabbatim bo'lgan. Eslab turaman-da ondasan. O'rgildim Muhabbat o'lmaydi. u oilali bola chaqali bo'lib ketgan. Qo'y joyiga mikrofonni. Mana qarang. Sizlar zo'r apparatchi bo'lgansiz bir zamonlar. Ha, Endi to'g'ri. ovoz qanaqa chiqdi? Ovoz. O'rgildim ovozingni. Ovozing bor-u, anaqadan chiqqan deb o'tiribdi. Ha? Nimaga chaqirding? Shunga chaqirding meni? Chaqirgan ekansan? Mikrofon ilib qo'ying. O'rgildim. Joyiga qo'yib qo'ying. Men buni mana shu yerga ilib ketdim. Senga ashula aytishga ilmaganman buni. Esdalikka ilib ketganman buni. Toshpo'lat aka. Xullas, mana qarang. Boshqa payti miyamni qatig'ini chiqarib har kun mana shu yerda mahallani bo'lar bo'lmas muammosini ko'tarib oldimga kirib boshimni og'ritib o'tirasiz. Kerak bo'lganda sizni topib bo'lmaydi. Kerak bo'lib qoldikmi? Va xullas mahallamizga mehmon keladigan. Yaxshi, kelsin mehmon kutib olamiz. Boshqa viloyatdan Ha, juda ham yaxshi. menga o'xshagan mahalla raisi ekan. Tajriba almashish uchun kelyapti. Almashtiramiz. Seni unga, uni senga almashtirib yuboramiz. Siz tushunmadingiz-da. Ha. Men endi u haligi bilasiz, bir gapga berilib ketib qolsam, og'zimdan nima chiqayotganini o'zim bilmayman. Ha, yomon qattiq valdiraysan-da, rais. Yomon valdirib tashiysan-ku. Nuqta virgul yo'q. Yo'q. Ha. O'shanga shu haligi tavakkal gapirib qo'yib mehmonni oldicha uyalib qolmay, xijolat bo'lib qolmay, nima qilsam bo'lar ekan deb sizdan bir maslahat so'ray deb chaqirdim. Ha. Nima qilsak bo'ladi? Endi o'zi to'g'risini aytganda shu haligi o'tlab ketasan-ku. Ha. Shu paytda boplab shu orqangga tepish kerak rais. Mehmonni olib endi shunaqa deb siz meni rahbarlik nimam qayoqqa ketadi? Ha, bu gaping ham to'g'ri. Hurmat qilmas ekan deydi. To'g'ri. Boshqa yo'li yo'qmi? Hozir o'ylab ko'raylik. Bitta yo'li bor. Xo'sh, Arqoning bormi? arqon topamiz. Agar arqon topsang, Ha. shu jimjalog'ingga bog'lab qo'yardim bir uchini. Ha? Bir uchi meni qo'limda turardi. Xo'sh. Hali sal toyib ketasan-ku gapda. Ha. Shu paytda arqonni tortardim. Men pul tortay. olardi. Ha, to'xtarding. Bu ham yaxshi fikr lekin. Ha? Ha? Juda fikr. Men demak haligi beparosatona gaplarni boshashim bilan bitta Ha, tortib. to'xtaman. Sen to'xtaysan. Ana, voy bor ekansiz aka, qo'lni tashlang. Ey, joni zamon bilan. Arqon kerakmi? Arqon kerak. Men sizga topib beraman. Mehmonni ham keladigan vaqti bo'lib qoldi. Ha, yur. Ha, qani. Ha, yur bo'lmasa. Bo'ling. Mana uni to'rtaman. Tushundingmi? To'rtaman. Yiqmagin. Bir gapni hadeb men qaytaravermang. Men rahbar odam bo'lsam bir marta gapirdingiz bo'ldi deydi. Ha, bo'ldi. Ana, o'zi kelyapti mana shu odamda. Ye, kesillar. Shu odamda. Assalomu alaykum. Yo, alaykum assalom. Ey mehmon. Yaxshimi? Salomatmi? Rahmat. Qanday bizni mahalla yoqdimi? Tomosha qilib kelyapsiz. Qanaqa? Mahallangiz zo'r ekan. Ha. Mana qarang, shunda aylanib kelyapman, gullar ekilgan, Voh. daraxtlar ekilgan, bir ozoda bir shinam mahalla ekan. Mehmon. Men rahbar bo'lib bu yerga kelishdan oldin bu mahalla bakalashga paket bir musor bo'lib yotardi. Shunaqa. Mana rahbar bo'lib kelgandagi ishlayapmiz-da. Mana qarang. Mana qarang. Chiroyli qarang. Go'zallikni qarang. Zo'r. Ishlaganingiz bilinib turibdi, zo'r. Mahallaga gap yo'q. Ha. Zo'rmi? Obod bo'lib ketdi mana, obod bo'lib bo'lib ketdi. ketdi-da. Ha. Rais aytdi, shu o'zimga o'xshagan bir rais keladi, qo'shni viloyatdan ekan. Yaxshilab kutib olishimiz kerak dedi. Mana kutib olishga tayyor bo'lib turibmiz-da endi. Qalay, bizning mahalla yoqdimi sizga? Zo'r. Mahallangiz vahshiy zo'r. Men qoyil qoldim. Qoyil. Juda bir chiqoyil mahalla. Avvalingi mehmon uy anomal issiqlik sizga ko'p ta'sir qildi-da. Bu issiqda kuyib ketibsiz, maymunga o'xshab. Hazilkash ekanlar. Hazilkash, aska qilib turadi. Qalay o'zi umuman olganda shu mahalla yoqdimi sizga? Yoqdi. Mahallaga gap yo'q. Zo'r. Menga yoqdi mahalla. Odamlari ham bir muomalali, xush muomalali odamlar. Hamma salom beradi. Bizda 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma salom beradi bir-biriga. Qushlar sayrashini aytmaysizmi? Tongdagi toza havolarda aytmaysizmi? Mana bu mahallada eshaklar tepayaptimi? Nima? Eshak. Nima deyapti? Hay, yo, siz tushunmadingiz. Men boya aytdim-ku, bu kishi hazilkash deb. Kosa tagida nimkosa qilib gapiryaptilar.
eshak tepmayaptimi deganini to'g'ri tushunish kerak emasda, majoziy ma'noda. Ya'ni qancha yaxshilik qilsang ham, qancha yordam qilsang ham eshakdek befarosatlar yo'qmi sizning mahallada demoqchilar. Ha, tushundim. Ha, bizlar mahallada ham unaqalar bor. Unaqangi eshaklar bor. Oldidan kelsangiz tishlaydi, orqadan kelsangiz tepadi. Lekin ularga biz yo'l qo'ymaymiz. Qo'ymaslik kerak. Yo'q. Biz rais ham shunaqa yo'l qo'ymaydi. Mana hammasini mehnat qildiradi. Mana qarang, uylarni qarang, qilib qo'yganini qarang. Chiroyli qurilgan. Bularga bir ancha mablag' ketgan bo'lsa kerak. Ha, ketgan. Rosa mablag' ketgan. Mana shu odam o'zi yeyvermasdan bir nima xalqqa ham bunday bir ko'rsatib qo'yish kerak-da. Mehmon, bu o'zlarida ham ism u yoqqa, to'rsin bu yoqqa qilib, cho'nchakka urib, tiqatiq qilib turib yashil shunaqa ishlab o'tiribdimi? Nima deyapti bu? Bu nima deganingiz? Men tushunmadim. Rais bu. Yo'q. U yoqqa cho'ntakka urish. Yo'q, siz noto'g'ri tushundingiz mehmon. Siz tushunmadingiz. Boya aytdim-ku, gapga to'n kiydiradi bu kishi. Ismini menga, ikkisini menga bering deb hali o'g'irlik qilmoqchi bo'ladiganlar bormi sizlarda demoqchi. Men tushunmam, meni o'g'ri deyapti. Yo'q. Unaqalar bor. Unaqalar ko'p bizning mahallada. Lekin rais bu, biz ularga hech qachon yo'l qo'ymaymiz. Qo'ymas kerak. Yo'q. To'g'ri, ana, barakalloh. Yaxshi. Lekin bizning raisga gap yo'q. Mana ko'ryapsiz, mana ko'chatlar ektirdi mana. Bog'lar qildiryapti mana, gullar ektirib qo'ygan. Qarang, Lekin gap yo'q. Rais bu, men juda xursand bo'ldim mahallangizni ko'rib. Umuman ishlagansizda, mehnat qilganingiz bilinib turadi. Chiroyli qarang. Kecha kunduz ishlayapsiz-da. Kechasi mana fonuslar yonib turadi, qarang kechasi. Hamma yoq yorug', kunduzgidek. Rais bu, endi gapingizni bo'ldim-da. Ishlaganingiz bilinibdi. Ishlaganingiz. Men fayl qoldim. Kecha kunduz demay mehnat qilyapmiz mehmon. Endi o'zlarida ham bu haligi mahallada it mushuklar semirib yotgandir, Nima deganingizmi? Buni umuman tushunmayapman. Hozir tushuntiraman, hozir qarang. It deydi, bir mushuk. Aytdim-ku boya bu kishi shunaqa ma'noli qilib gapiradilar deb. U noto'g'ri gapirmadilar, to'g'ri tushuning. It mushuk deganda bu kishi haligi qaysi mahalla obod bo'lsa, odamlari farovon bo'lsa, o'sha mahallaning it mushugi ham semiz bo'ladi demoqchilar. Tushundim. Gap yo'q. Siz bir gapingizda ham ma'no borda rais. Gapingizda ishida ma'no borda. Shu gaplar to'g'ri aytdimmi? To'g'ri aytdingiz. To'g'ri aytyapmanmi shu? To'g'ri. Siz hamma gapingiz to'g'ri. To'g'ri. Boyadan beri to'g'ri gapirayotgan ekanman. Arqonni tortasiz. Nima? Men sizga molmanmi? O'zimiz gaplashib olamiz. Boring keting. Qani, mehmon, kiring. O'zimiz gaplashib olamiz. Kiring. Yuring. Mana ishingizni qiling. Endi menga gitarash. Shoshmay turgin. Umuman bino bo'lib qandagi tarbiyasiz bolani ko'rmaganman. Hozir oting bilan gaplashaman. Boshqacha gaplashib qo'yaman masalan. Tushundingmi? Assalomu alaykum Sattor aka. Va alaykum assalom. Keling, Sevaraxon. Keldim. Tinchlikmi? Nima gap? Buni. Tinchlik emasda Sattor aka. Ha, bunda o'g'lingiz tarbiyasiga qarab qo'ysangiz bo'lmaydimi? Yana nima qildi bu? Ha, maktab o'quvchisi bo'lsa, yana nima qildi deysiz? 3-4 kundan beri darsda telefon o'ynab o'tiribdi. Har kuni ogohlantiraman. Mana bugun ham hozir o'zim o'z qo'lim bilan ushlab oldim. Yaxshi ham ko'rib qoldim. Orqadan qarab o'tirsam bir payt mana bu telefon o'lgurdi. Voy, shunaqangi uyatsiz narsalar ko'rib o'tiribdi. Ko'rib men xijolat bo'lib ketdim. Hamma telefon bolani tarbiyasiga qaramaysiz. Videolarini o'chirmadim Sattor aka. Mana siz ko'ring, bolangiz nima ko'ryapti. Baxti. Urasiz. Meyaqa yaramas. Urasiz. Tarbiyasiz. Ahmoq. Kel baqa. Men senga nima degandim? Og'riyapti. Nima degandim senga? Men telefonimga tegma degansiz. Tegma degandim va ertalabdan beri qidirmagan joyim qolmadi. Bu yaramas meni telefonimni maktabga olib ketib qolgan ekanda. Nima? Telefon siznikimidi? Ha, meniki. Puh, sharmanda. Uyatda. Ey, Baxti. Urasiz. Ho'kiz, bu yoqqa.
ustozingning eri bormi? Bilmayman. Telefoni bormi? Bor. Ber telefonni. Assalomu alaykum nanajon. Va alaykum assalom. Ota-o'g'il keldingmi? Keldim. Xo'sh, baholar nechi bo'ldi? 5. Voy, malades. Malades. Ana, Dada, siz aytdingiz odamlarga yaxshilik qilsang pul beraman deb. aytdimmi? Xo'sh, kimga yaxshilik qilding? Bir kampir sumkasi og'ir yo'ldan o'ta olmayotgan ekan. Biz o'rtog'imiz bilan borib, sumkasini ko'tarib o'tkazib qo'ydik narigi yo'lga. Voy, ana mani o'g'lim odamlarga yordam beradigan bo'lib, yaxshilik qilishadigan bo'libdi. Gap yo'q o'g'il, ota-o'g'il, gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu senga, mana buni o'rtog'ingga berib qo'ygan, xo'p? Abdajon, rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum nanajon. Va alaykum assalom. Ketoy. Keldingmi? Bugun yana yaxshilik qildik. Yana-ya? Ha? Kimga yaxshilik qildilaring? Kechadagi kampir boru, Ha? bugun yo'ldan o'ta olmayotgan ekan. Biz o'rtog'im bilan o'tkazib qo'ydik. Yana o'sha kampirni o'tkazib qo'ydilaring. Ha, o'sha kampir. Mana uni o'rtog'ingga berib qo'yarsan. Rahmat dadajon. Hop. Voy jonimdan. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom o'g'lim. Keldingmi? Ha, bugun yana yaxshilik qildik. Yana-ya? Hop, kimga yaxshilik qildilar? Haligi kampir boru, Ha? o'sha yana Kecha kampirmi? ha, kechadagi kampir. O'rtog'im bilan yana yo'ldan o'tkazib qo'ydik nari betiga. Pul bermaysizmi? O'rtog'imgachi? Rahmat dada. Men qarab ko'rsa, men qara. Bu kampirda o'zi nima ishi bor ekan? Hadeb ko'chaning nari betiga o'taveradi. O'zi kampir o'tmoqchimas edi. Biz o'rtog'im bilan sudrab o'tkazib qo'ydik yani yo'l bertiga. Mana. Ustozim, assalomu alaykum. Omonmisiz? Ha, Qoraqosh. Purim bo'lib gullar ko'tarib olsan, tinchlikmi? Qalay, yarashibdimi? Ha, yaxshi. Yo'l bo'lsin. Shahzodalarga o'xshabmanmi ustoz? Uylanyapman, uchrashuvga ketyapman ustoz. Ha? Yaxshi bo'pti. Mana qara. Labay. Yaxshi. Uylanib nima qilasan? Bo'ydoqlikda maza qilib yurmaysanmi? Nima qilasan uylanib? Ha? Nima qilasan muammoga boshingni tiqib? G'urbatga boshingni tiqib, ha? Ustoz, shuncha yurdim bo'lar endi. Kutilgan onlar yaqin. To'yga o'zingiz bosh bo'lasiz ustoz. Uylanadigan bo'lsang, ba'zi bir maslahatlarim bor. Xo'sh. Shuni ol. Xo'pmi? Aha. Mana qara. Uylangandan keyin ana chimildiqqa birinchi kecha kirasan-ku. Quloqim sizda? Ha. Kelinni quloqim tuviga qo'yaver. Duxuni boshida ol. Ha, qo'rqitib ol. Ertasiga choy uzatadi-yu. Aha. Ayollarda taktikasi bor. Shunaqami? Ana piyolani olib berib yuboring deydi. Joyidan tirassalib piyolani olib berma. Bir marta olib berdingmi, hayotingning oxirigacha xizmatini qilasan. Malay bo'lib o'tasan deysiz-da. Kerak bo'lsa o'zing ol de. Tushundingmi? Undan keyin oilada erkak bo'lish kerak. Sher bu. O'zingni xonadoningga o'zing kirib, o'zing chiq. Tushundingmi? Xotinni boshidan qo'lga ol. Mahkam bo'lish kerak deysiz. Sochidan emas, boshidan. Ha, bo'ldi, tushundim. Aytganimni qil. Haligi chimildiqda men uraymi, u meni ursinmi? Voy, dumdim ey. Aynolmay qoldim-da ustoz. Sen kelinni quloqni tuviga qo'yaversan. Tushundingmi? Bo'ldi. Erkak kishining qamchisidan qon tomib turish kerak. Bo'ldi ustoz, tamom. Aytganimni qil. Inasini ko'rsataman ustoz. Shunday bo'l. Yaxshi. Ustozingga o'xsha, tushundingmi? Rahmat ustoz. Ustozingga o'xsha. Erkak Erkak bo'l.
Xotin! 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 Ha? Nima? Xotinjon, Ha? haligi jahldan tushgan bo'lsangiz, endi uyga kirsam bo'ladimi? 8 soatdan beri ko'chada o'tiribman, qornim ochqib ketdi. Ha, uyga kirasizmi? Ha? Kechgacha mana shu yerda o'tirasiz. Tushundingizmi? Ovozingizni chiqarib ko'ring, miq etib ko'ring nima qilarkanman. O'tiring dedi. Qani qimillab ko'ringchi nima qilarkanman. Chop tashlayman. Ey, xotinni zo'ri erdi sho'ri deb shuni aytadi. Xotinim kuchayib qoldi, qaynonam uyimizda.